Sabrina voqeasidan xabaringiz bor. Singlimiz Sabrina xon uchun bermoqchi bo'lgan xonadonimizni muhtoj oilaga bermoqchimiz. Do'stim Marat sinchkovlik bilan tekshirib, ana undan so'ng rostdan muhtoj bo'lsa uy beraman degan. Malika Avazova bilan bir muhtoj oilani oldiga ketyapmiz. Ko'ramiz, kuzatamiz va sinchkovlik bilan tekshiramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, biz ko'zlagan manzilimizga yetib keldik. Katta ehtimol bilan mana shu sakkiz maktabga borasiz. 2-sinfga bitirdingiz. Gözüm tatlımayamaz, yaxşılaşın tatlamasdan. Barmayla. Yaxşılaş gözüm Daladanmi? tatlamayamaz. Ha, kumbay dedim da. Nigora? Nigor opa. Necha yoshsiz opa? Ma'lum, ichiga. 31 yoshsiz. Uchta farzandingiz bor. Turmush o'rtog'ingiz bormi? Ayo, 2020dan beri yashayman. Oradan bermaydi, o'sha holda yashayman. Hozir men Nigor opani uylariga kiryapmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yashaydigan joylari behijolat. Bu yerda yana bitta uy bor ekan-a? U yoq oshxona bo'lsa kerak mana. Yo'q, yotoqxona. Yotoqxona. O'sha joyimda, evet. Bolalar bilan, 3 ta bolangiz bilan o'zingiz. O'tiring Nigor opa. Faqat kumbayga chiqib ishlaysizmi? Kumbayda ishlayman. Sohangiz nima bo'lgan? O'zi o'qimaganmisiz? O'qiganman buxgalter bo'yicha. Buxgalteriya bo'yicha. Sharoitim bo'lmaganda men. Aha. O'z maktabga kirganman, o'zimiz maktabga. Kim bo'lib ishlaysiz? Farosh bo'ldi. Farosh bo'ldi. Faroshdikdan tashqari Bu o'sha kumbay. kumbayga chiqasiz. Kuniga qanchadan topasiz? Kuniga 150 bo'lyapti kumbayda. Hozir oylagim tushgancha ishlab turibman. Yetkaza olasizmi bolalarga? Yetkazolmayapman, qarzi ketyapman. Kimdan olasiz u qarzni? Magazinlardan narsa olaman. Yozib qo'yishadi. kim qurib bergan buni? Kishini yeri ekan, Bu kvartira ekan. yerida bu. Ha, bu nimasi, anaqa nimasimi? Chaylan o'rniga qurganmi bu? Nima qilgan buni? Bu uyi bo'lgan, oldin o'zlari turganda. Ha. Hozir qarashga odam kerak edi, men turibman endi. Qishda qanaqa o'tkazasiz bu yoqlarni? Qishda endi o'tin yoqyapman. Yo, ichkarini qanaqa isitasiz? Bu yoq korobka. Bu yoqda isimasa ham naryoqda isitadi. Naryoq isitasiz. Endi bitta gap. Hozir bu videoni tomoshabinlar ham ko'rishadi va Marat ko'radi, do'stim Marat. Juda ko'p o'sha Sabrina degan qizga beriladigan uy egasini topadi, haqiqiy muhtoj odamga berishni rejalashtirgan. Endi sizga hozir bir narsa va'da qilmaymiz, lekin ana shu uyni olishi mumkin bo'lgan odamlardan bittasi siz. Xudo xolasa, Xudodan so'rab turing. Alloh nasib qilsa, Qiyinchiliklar orqada qolsin. Shu aytgansiz. 2 bolangizni aytganingizda ikkalasini ham ustoz, doktor, balki undan ham zo'r bo'lib ketishadi. Allohga olsin. Duo qilaman rosa, kelajakda shunaqa bo'lib ketadi. Ilohim. Xo'sh, hojatxona. Xo'p, bu oshxona. Bu yoq banda ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yuvinish uchun, cho'milish uchun farzandlarni tozaligiga shu yerda. Assalomu alaykum. Alaykum Bola yaxshimisiz? Yaxshi. Solish yaxshimi? Xudoga shukr. Bu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimisiz? Assalomu alaykum. Ko'rishga chiqyapman. Juda xursandman. Xola, bu Nigora qanaqa qiz bu? Qo'shningiz. Yaxshi. Muomalasi bor, o'ziga yarasha. Aqlli qiz, bir ishga chiqamiz biz bu bilan. Birga ishlaymiz, kumbayga ishga chiqamiz bu qiz bilan. Qarang, mana shu qizga uy berilsa xursand bo'lasizlarmi? Xursand bo'lamiz. Kreditkami? Yo'q, hadyaga. Hadiyaga. Bizga ham, menga ham bering hadyaga. Bo'ldi, xo'p. Menga men ham to'g'rida oldiday deyapman. Bular o'z kunini ko'raverdi. Menga ham adin bitta uy hadya qildi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi.